This program is brought to you by Stanford University. Please visit us at stanford.edu. Rahmat. Bugun dunyoning eng nufuzli universitetlaridan birining bitiruv marosimida bo'lish men uchun sharafdir. Ochig'ini aytsam, o'zim hech qachon oliy o'quv yurtini tamomlamaganman. Universitet bitiruv marosimiga shu paytgacha hech qachon bunchalik yaqin kelmaganman. Bugun men sizlarga o'z hayotimda yuz bergan 3 ta voqeani so'zlab bermoqchiman. Bor yo'g'i shu. Birinchi hikoyam hayot yo'lidagi nuqtalarni tutashtirish haqida. Reed kollejiga kirganimdan so'ng dastlabki 6 oy o'tar o'tmas o'qishni tashladim. Ammo u yerdan butunlay ketishimdan oldin yana qariyb 18 oy davomida darslarga erkin tinglovchi sifatida qatnashdim. Xo'sh, nega men o'qishni tashlagan edim? Biologik onam universitetda o'qiydigan yosh, hali oila qurmagan aspirant bo'lgan va u meni asrab olishlari uchun berib yuborishga qaror qilgan. U meni faqat oliy ma'lumotli odamlar asrab olishi shart deb qat'iy turib olgandi. Shu bois tug'ilgan zahotim asrab olishlari uchun bir huquqshunos va uning rafiqasi tanlangan. Barcha hujjatlar taqdim qilib qo'yilgandi, ammo men yorug' dunyoga kelgan pallada so'nggi lahzalarda ular aslida qiz bola asrab olishni xohlaganlarini aytib so'zlardan qaytishgan. Shunday qilib navbat kutib turgan ota-onamga yarim tunda qo'ng'iroq qilib, kutilmaganda o'g'il chaqaloq tug'ildi, asrab olasizmi deb so'rashgan. Ular o'ylab o'tirmay, albatta deyishgan. Keyinchalik biologik onam meni katta qilgan onamning universitetni, otamning esa hatto o'rta maktabni ham bitirmaganini bilib qolgan. Shu sabab u asrab olish haqidagi yakuniy hujjatlarga imzo chekishdan bosh tortgan. Oradan bir necha oy o'tib, ota-onam kun kelib, meni universitetda albatta o'qitishga qat'iy so'z berishganidan keyingina u shashtidan qaytgan va rozi bo'lgan. 17 yildan so'ng men haqiqatan ham universitetga o'qishga kirdim. Soddalik qilib xuddi Stanford singari o'ta qimmat universitetni tanlab qo'ygan ekanman. Oddiy ishchi bo'lgan ota-onamning butun umr misqollab yig'gan barcha jamg'armalari mening shartnoma pulimni to'lashga sarflanardi. 6 oy o'tgach men bu o'qishda hech qanday ma'no ko'rmay qoldim. Hayotda nima ish qilishim kerakligini mutlaqo bilmasdim va universitet buni anglab yetishimga qanday yordam bera olishini ham tasavvur qila olmasdim. Men esa ota-onam bir umr misqollab yig'gan mablag'ni havoga sovurib yotgandim. Shuning uchun ham tavakkal qilib o'qishni tashlashga va hammasi o'z iziga tushib ketishiga ishonishga qaror qildim. O'sha paytda bu juda qo'rqinchli tuyulgan bo'lsa-da, bugun ortga boqib aytishim mumkinki, bu ongli hayotimda qabul qilgan eng to'g'ri qarorlardan biri bo'lgan ekan. O'qishni tashlaganim zahoti men uchun qiziq bo'lmagan majburiy darslarga kirishni to'xtatdim-da, o'zimga yoqqan darslargagina qatnay boshladim. Buni havas qilarli deb bo'lmasdi. Yotoqxonada o'z xonam bo'lmagani uchun do'stlarimning xonasida yerda uxlashga majbur edim. Qorin to'yg'azish uchun bo'shagan kola idishlarni 5 sent evaziga do'konga topshirib kun ko'rardim. Haftada bir marta bo'lsa ham tuzukroq ovqatlanish niyatida har yakshanba oqshomida Hari Krishna ibodatxonasiga borardim. 11 kilometr yo'l bosib. Lekin bu hayot o'zimga yoqardi. O'z qiziqishlarim va ichki sezgimga ergashib, tasodifan duch kelgan narsalarimning aksariyati keyinchalik men uchun bebaho tajribaga aylandi. Keling sizga bitta misol keltiray. O'sha paytlari Reed kollejida ehtimol mamlakat bo'yicha eng mukammal xattotlik darslari o'tilardi. Talabalar shaharchasidagi barcha e'lonlar xattotlik uslubida yozilgan bo'lardi. O'qishdan ketgach majburiy darslarga qatnashishim shart emasdi. Shu sababli xattotlik darslariga qatnay boshladim. U yerda serif va sans serif shriftlarni, turli harflar birikmasi orasidagi ochiq masofani o'zgartirish qoidalarini o'rgandim va mukammal tipografiyaning asl jozibasi nimada ekanligini anglab yetdim. U shu qadar go'zal va o'zida juda boy tarixni mujassam etgan edi. Fan uni qamrab olishdan ojiz edi. Nafis bu san'atga butun borlig'im bilan maftun bo'lib qoldim. O'shanda bu bilimlarning kelajak hayotimda zarracha bo'lsa ham asqotishini hayolimga keltirmagandim. Ammo oradan 10 yil o'tib biz ilk Macintosh kompyuterini yaratganimizda o'rganganlarimning barchasi birdan yodimga tushdi. Biz bu bilimlarni to'la to'kis Mac tizimiga kiritdik. Bu go'zal tipografiyaga ega dunyodagi ilk kompyuter edi. Agar o'sha darsga tasodifan qatnamaganimda, Mac hech qachon bunchalik rang-barang bo'lmas edi. Harflar orasi mutanosib o'lchangan matn shakllariga ega bo'lmasdi. Bugun hech bir shaxsiy kompyuterda bunday mukammallik bo'lmasdi. Agar o'shanda o'qishni tashlamaganimda, xattotlik darsiga hech qachon kirmagan bo'lardim. Natijada shaxsiy kompyuterlar ham bugungidek ajoyib shriftlarga ega bo'lmasmidi?
Albatta, universitetda o'qiyotgan chog'larim kelajakka boqib, bu voqealar silsilasini ta'bir joiz bo'lsa, nuqtalarni tutashtirish mutlaqo imkonsiz edi. Ammo oradan 10 yil o'tib o'tmishga nazar tashlaganimda hammasi kundek ravshan ko'rindi. Takror aytaman, siz kelajakka boqib hayot nuqtalarini tutashtira olmaysiz. Ularni faqatgina o'tmishga ortga qarab bir-biriga bog'lashingiz mumkin. Shu bois bu nuqtalar kelajagingizda qandaydir tarzda o'zaro tutashib ketishiga ishonishingiz kerak. Nimagadir qattiq ishonishingiz shart. Ichki sezgingizgami, taqdirgami, hayotgami yoki karmagami, xullas nima bo'lishidan qat'iy nazar ishonishingiz kerak.